Uzunbaş. Uzunbaş. Raza güldürdü bana. Güldü başladı. Güldü başladı. Güldü otar. Güldü başladı. Güldüğünü raza güldüp duracağım. Kızıl bolazın sizlerge gülünü göstereyim dese. Qanday qilib ko'rsatsam bo'ladi? Aşağı kichkina qizil. Bugun o'sha guli bo'ladi. Funduqning guli. Gördünüz mü? Bu fındık. İngilizce'de hazırnut diyeceğim. Bir balıklar diyeceğim. Bir nerseler diyeceğim. Hazırnut diyor, hazırnut diyor. Rıza güldü ota demek. Rıza güldü ota. Xudo xohlasa bugun hosilimiz ko'p bu yil. Qizil güldügenler vardı. Cangıq. İşte başladı. Ya Allah'a şükür, Allah'a şükür. Yetkizgeniga şükür, yetkizgeniga şükür. Shunday tuğanlar, tagidan ko'chatlar chiqib atadi. Ko'chat qila turganlar bo'lsa, zakaz qilg'ila. Ko'chatini 500 so'mdan zakazga qilib beraman. Bu o'zingbash degani bor. O'zingbash. Yumshoq. Nimasi trapezunt degani o'yansilar ham bor. O naraqda. Undan bir qator qilib yeb qo'yaman. Xudo xolisa bu yil 20-30 ta ko'chat chiqadi. Ko'chatning ushtugi 500 dan. Ola turganlar bo'lsa, zvonat qilaverasizlar. Telefon nomerlarim bor. O'sha описание deyman, men подписание deyman. Har joyga yozib kirgizib qo'yaveraman. Mumkin bayoq aytganday men bekor yurayin deb Qirg'izistonga bir baliq bag'ish, eng oson baliq bag'ishni yo'llarini o'rgatmoqchiman, o'zim ham o'rganmoqchiman. Hozir bir yil o'zim qilib turib, janagi yilga ko'paytirgandan keyin janagi yildan bir ikkita qiziqqanlar bo'lsa, ularni ham sherik qilib olib, ko'paytirib o'rgatmoqchiman da Qirg'izistonga. Ana bechara deganday, kambag'al degandaylar baliq yegani borsa, baliq qimmat ekan, bir kilo yesang 1,5 ming ekan deganlar. Mana men aytgan baliq yeyilsa, challar, kampirlar, baldar, söğügi yo'q, qilqani yo'q, shashlik qila turgan, sho'rva qila turgan, qovurib yey turgan, ama go'shi shunday bir shirin baliqni ko'paytirim deb turibman. Xudo xolasa endi yo'lim ochilib birorta sponsor chiqib qolsa, shuning ichida qilgin, sen ko'paytirgandan keyin menga ham o'rgatasan, men daha ko'paytiraman desa, shu o'rgataman. Xudo xolasa men ham O'zbekistonlik bolalardan o'rganib o'taman bir narsani. Hozircha boshlaylikman. Boshlaylikman deb aytib qo'yaman. Shunday tuğanlar. Qilish kerak. Nima qo'ldan kelsa qilaverish kerak. Bu hech kim orqalab ketmaydi. O'rganish kerak, o'rgatish kerak. Hech kim hech narsani orqalab ketmaydi. Aqchang million, trillion aqchang bo'lsa ham orqalab ketilmaysiz. Qamchi Ko'lbayev ham orqalab ketgani yo'q. Qamchi Ko'lbayev bor deyman, milliard puli bor. O'sha ham orqalab ketgan yo'q, o'zini olib borib ko'mib qo'yishdi. Bitta teshikka. Bizda ham shunday qolishadi-da. No bizdan elga bir narsa qolish kerak.
tushungan ellar bo'lsa menga yozg'ila. WhatsApp nomerim qo'yib qo'yaman, WhatsAppga chalg'ila. Birorta sponsorchilik bo'lsa menga yaxshi bo'ladi. Sponsorlar bilan söylashib 1 yil, 2 yil hali baliqni qilib, baqtaroqni qilib qo'ygandan keyin uyda yotib olib foydasini qiladigan ish bu. Men bilgan, men qilaman deyotgan ish bu shunday. Uyda yotib olib bola chaqayla qiladi. Ming foyda tushadi uyda. To'y qiladi. Uy qiladi deganda 1 tonna baliqni uyda ichida boqib qo'ysa, uyda ichida deganda uyda 1 tonna uyda ichida emas, qo'rg'onda 1 tonna baliq boqsa bo'ladi 1 yilda. Men osam zo'r yo'llarni yurgitaman. Shuning uchun sponsorlar bo'lsa chiqqila, chalg'ila. Yana funduq ham kerak bo'lib qolsa chalg'ila. Ko'chatga bergin desangiz, ko'chatga beraman. Ammo buni ham 1 gektarini turistik formada eksangiz ne bo'ladi deganim 1 gektardan 4 tonna почти oladi. 600 dan berganda 2 milyon 200 2 milyon 400 bo'ladi shunda. 2 milyon 400 foyda bo'ladi. Bu 3 yil mana shu 3 yillik. Birovlar aytadi, meniki 15 yildan meva olgan yo'q. Mana meniki olyapti-ku 1 yil, 2 yildan beri. Mana bu yil 3-yili. 3-yili olishi. Qiziqqanlar bo'lsa davay. Hozirdan kechiktirib o'yla. Hozirdan kechiktirsang tamom kechikib qolasan. Salomat bo'g'ila, podpiska bo'g'ila. Podpiska sammi glandi podpiska bo'lsanglar, jangi chiqqan reklamalarni, videolarni ko'rib turasizlar. Mayli salomat bo'g'ila, ilohim tinch omon bo'laylik. Boy bo'laylik, sog' bo'laylik. Xudoyim barlig'imizga kuch-quvvat bersin.